Norvegiyada magazinlar ko'rsataman mana sizlarga. Norvegiyada magazin shunaqa ishlaydi ekan mana. Kelasiz, magazin yopiq, 10 dan keyin yopiladi. Kechasi keldingiz. Siz eshikning tagida shunaqa apparati bo'ladi. Kartangizni solasiz. Kartangizni solsangiz sizdan PIN kodini so'raydi kartangiz, plastik kartangiz kodini so'raydi. Terasiz. OK'ni bosasiz. Keyin sizga qaytarib beradi kartangizni. Eshikni oldiga borsangiz mana magazin qulfida ochildi mana. U eshikni ochish uchun kerak bo'ladi u. Mana magazinda hech kim ishlamayapti. Kelasiz. Sizga nima kerak bo'lsa magazindan mana hamma narsa joy-joyida turibdi. Mana отпечаткani bitta bosasiz, hamma yoqda отпечатка. Siz o'zingizga kerakli bo'lgan narsani olasiz va qaytarib yopasiz. Qaytib borib kassaga borasiz. Kassaga kelsangiz mana hamma narsani chiqarib qo'ygan. Shtrix kodini bitta urasiz, olgan narsangizni mana kassaga urdik deb отпечаткani urdim deysiz, da qilasiz, OK qilasiz, summani chiqarib berdi. Summani chiqargandan keyin siz kartangizni bitta qo'yasiz. O'sha оплаченный to'landi. To'langandan keyin kutib turasiz. Chek beradi. Chekini olasiz. Cheki nimaga kerak? Chunki magazin qulflanib qoldi-da hozir kirganingizdan keyin. Men pulini to'ladim degan maqsadda mana chekini eshik tagiga borsangiz, eshigini ochadigan kaliti bu. Ketdi, ochildi. Rahmat sizlarga. Chiqib ketaverasiz shunaqa qilib.